Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Bog'ot tumanidamiz. Yana bir og'amizning mollarini metal detektor yordamida katta qarinda metal jism bor yo yo'qligini aniqlab, bor bo'lsa olib beramiz. Kuzatishda davom eting. Video davomida qilingan ishlarni qo'yib boramiz. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Og'amizni bizdan chaqirishdan maqsadi shu mollarda metal jism borligini gumonlab turibdilar. Sababi molni oxiridan shu narsalar chiqqan. Yamasidan, yembaladan, yamadan shu samarizlar chiqqan. Bular yeb qo'ydimi yo yeb qo'ymadimi deb gumonlanib turibdilar. Hozir tekshirib ko'ramiz birgalikda, xudo xolasa. Shu yerda yana bir narsa e'tibor berib o'tasiz. Ko'p joyda mollarning tengida tovuqlar yuradi. Bu ham mumkin emas. Sababi tovuqni axladi, molni yemini qo'shilib ketadigan bo'lsa, molni kuchli zaharlab qo'yish xususiyatiga ega. Bundan tashqari kasalliklar bor. Agarda parrandalarning tuberkulyozi bo'ladigan bo'lsa, bu mollarni o'tishi mumkin. Shuni yodda tutasiz degan umidamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir metal detektorimiz yordamida molning ichida metal jism bor yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Bismillah. Tovush berib turibdi. Katta ehtimol bilan metal jism bor. Hozir zond tashab natijasini sizlar bilan ulashamiz, xudo xolasa. Magnit zondimiz 14 kilolik Rossiyada ishlab chiqarilgan. Hozir tashab ko'rsatamiz. Birinchi tashashimiz. Tamam. Yani. Aylantirish kerakmi? Yurgizamiz endi. Molimizni yine birinchi tashashimiz zondni. Hozir olib natijasini birgalikda ko'ramiz. Bismillah. Mehmon diyorsun. Bu birinchi tashashda natija. Hali yana 2 marta tashlaymiz. Yaqinroq ko'rsat. Steplerni o'qi. Mayda mix. Instruksiyalar. Chiqadi ham xudo xolasa. Ikkinchisini yo'rib ko'ramiz. Ikkinchi tashashimiz xudo xolasa. Başınıza gidersiniz. Tamam. Boyunu çok tutuyorsun, güç vermiyor boyunu. Ha boyunu benim, ona baktırsın işini. Şurada git koy. Hazır durmaz mı? Gördünüz abi. Hozir ikkinchi tashashimiz olib natijasini birgalikda ko'ramiz, xudo xolasa. Bismillah. Güzel. Güzel tatlı abi. Türkeşler buna gerek miydi? Sebebi taze yine. Başka neresi çıkmadı. Taptaze. Şimdi kalan mallarını göremiz, xudo xolasa. Erta zond yutturduk. Hozir detektorda boshqatdan tekshirib ko'ramiz. Yana ses berib turadi. Hech qanday ses qolmadi. Taptaze xudo xolasa. Bizani kuzatib borishda davom eting. Hozir ikkinchi molimiz xudo xolasa mana detektor yordamida tekshirib ko'ramiz. Bismillah. Ana molni darp etmang. Bundan meydarak jism bor ekan. Bir marta tashab ko'ramiz bundan. Yana hurmatli kuzatuvchilar, bu molimiz ham hozir metal zond tashab ko'ramiz. Magnit zondimizni ozgina tovush berib turibdi.
Bunun için bu malımızdan taşıyımız hazır. Bir tane hazır. Şöyle yakışıdan trostu da kırgında. Teyze götürme. Tamam, devam eylem durun. Hazır malımızda magnet zontdan alıp göremiz. Nav çıkışını birgelikte. Dur canım dur. Tamam rezil. Yok. Struşki. Bunun hiç kanday zarar yok mala. Yakıraktan alır. Oldu mu? Bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchi, yine 3-chi navasımızdan hozir tekshiramiz. Görganlaringizdek shu tovush berib turibdi. Hozir zon tashab natijasini birgalikda ko'ramiz. Kuzatib borishda davom eting. Zontimiz taptoza, hech narsa yo'q. Ben akşamlık sinap gördüm. Oldu. Yiyeceksin. Hozir yana birinchi zont tashashimiz natijasini ko'ramiz xudo xolasa. Bismillah. Aslan aslan. Bundan struşki hozircha. Yana tashab ko'ramiz xudo xolasa. Hech narsa yo'q. Hozir ikkinchi tashiymiz. Ver bana. Biz yine ikkinchi marta tashashimiz. Hozir olib birgalikda ko'ramiz. Yavaş yanma. Taptoza. Mayda struşki var bir iki. Hozir yine detektor yordamida yana bir tekshirib ko'ramiz. Taptoza xudo xolasa. Bizani kuzatib borishda davom eting. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, albatta podpiskaga bosib, like bosib, buni chorva qiziqadigan do'stlaringizga yuborib qo'yish. Bizani kuzatishda davom eting. Yangiliklar oldinda xudo xolasa.